Yaxshi. Hozir ekranni sizlarga ulashyapman. Hop, ko'rinyaptimi? O'shani ekran bormi? Ha, ustoz bor. Hop, demak boshladik. Demak bugungi mavzuyimiz al-fi'lu thulathiyul mujarrad al-ajwaf fil madi. Demak, o'tgan zamon formasida, o'tgan zamon shaklida ajwaf mujarrad sulasi fe'l. Bitta tushuntirib beraman. Nima degani? Bu atamalar. Chunki ba'zan atamalar odamga qiyin narsaga o'xshab tuyuladida, o'rgangisi ham kelmay qoladi. Hatto shu atamalarni o'zi nahvni yoki sarfni o'rganishda nima deydi, to'sib qo'yishi mumkin. Va shu sababli o'quvchilarga imkon qadar ular tushunadigan tilda tushuntirilsa, juda oson ekan degan xulosaga keladi o'quvchilar. Hop, al-fi'l, fe'l bilasiz, endi u ism emas, harf emas, ish harakatni bajaradigan, ish harakatni anglatadigan va zamon tushunchasi bo'lgan har qanday so'z fe'l bo'ladi. Hop, al-thulathi bu uchtalik desak bo'lar ekan. Uchtalik. Demak, al-fi'lu fil lughati al-arabiyya imma thulathiyun va imma rubai. Demak, arab tilida fe'llar uchtalik bo'ladi yoki to'rttalik bo'ladi, ya'ni mujarrad ko'rinishida. Endi mujarrad nima degani desa, bu xoli deb olsak bo'ladi. Nimadan xoli desa, hamma harflari, ya'ni asli harflari sog'lom harflardan tashkil topgan fe'llarni mujarrad fe'llar deyiladi. Ya'ni arab tilida bilamizki, kasal harflar bor, 3 ta. Ana shunaqangi kasal harflardan xoli bo'lsa, ya'ni fe'lni tarkibidagi harflar asli harflarda kasal harflar bo'lmasa, unday fe'llar mujarrad bo'ladi. Ya'ni kasal harflardan xoli. Ana shunaqangi sog'lom harfli fe'llar yoki 3 ta harfli bo'ladi yoki 4 ta harfli bo'ladi. O'zi fe'llar 3 tali, 4 tali, 5 tali, 6 tali bo'ladi. Lekin 5 tali, 6 tali fe'llarga qo'shimcha harflar qo'shiladi. Shu sababdan ko'payib ketadi. Demak, al-fi'lu thulathi deganda 3 ta harfli fe'llar, masalan, kataba, zahaba, kharaja, dakhala, 3 ta harfli. Ya'ni siz sarfda yoki umuman nahvda arab tiliga kirib kelganingizda eng birinchi qaysi fe'llarni ko'rsangiz, odatda shular 3 ta harfli fe'llar bo'ladi. Mujarradni ham tushundik. Al-ajwaf, bugungi mavzuyimiz al-ajwaf bo'lganligi uchun buni alohida belgilab qo'ydim. Al-ajwaf demak bu o'rtasi kasal degani. Hozir bu atamaga alohida to'xtaymiz. Fil modi, o'tgan zamondagi, demak, batafsil ma'no qanaqa chiqaramiz? O'tgan zamondagi ajvof holi uchtalik fe'l, ya'ni kasal harflardan ziyoda harflardan, mujarradni men kasal harf deb adashtirdim. Ziyoda harflar, ya'ni ziyoda harflardan xoli bo'lgan ajvof fe'llar. Chunki ajvofni o'zi kasal. Tushundingmi? Xo'p, endi arab tilida jawifa degan fe'l bor. Bu o'zi kavak bo'ldi. Keyin javf degan so'z bor. Bu ichi degani. Va bundan af'alu vaznida ajvof chiqadi. Ya'ni mana bu al-ajvof degan so'zning ma'nosi ichi bo'sh degani. Ichi kavak degani. Ya'ni nimaga bunaqa nomlangan desa, fe'lning o'rtadagi harfi kasal harflardan bittasi bo'ladi. Ya'ni al-fi'lul ajwaf ma kana ahadu ahrufihi al-asliyya harf illa. Demak, al-ajwaf fe'l asli harflardan o'rtadagisi, bu yerda bittasi deb aytilgan. Asli harflardan aynan o'rtadagisi kasal harf bo'lgan. Ya'ni bu qoidani o'zgartirsak, al-fi'lul ajwaf ma kana aynuhu
Ma kana aynuhu harfa illa. Ya'ni ayni deganimizda biz fa'ala vaznini mezon qilib oladigan bo'lsak, fa o'rnidagi emas, lam o'rnidagi emas, ya'ni ayn o'rnidagi fe'l kasal harf bo'ladigan bo'lsa, u ajvaf deyiladi. Xo'p, endi ajvafni ma'nosini bildik. Ajvaf degani demak ichi bo'sh, ichi kavak degan ma'noni bildirar ekan. Xo'p, harfi illat, ya'ni kasal harflar qaysilar ular deyilsa, arab tilida 3 ta kasal harf bor. Alif, vav, ya. Buni tartibini o'zgartirib, vav, alif, ya qilib, voy degan so'z bilan yodlab olsangiz bo'ladi. Ya'ni bizga bir ustozimiz dars o'tganlarida aytgandilarda, kasal odam voy deydi-yu, haligi joni og'riganidan. O'shaning uchun mana shu uchala harf voy harflari kasal harflari bo'ladi deb esimizda qoldirgandilar shu o'xshatish bilan. Demak, voy harfi, ya'ni alif, vav, ya harflari kasal harflar ekan. Kasal harf nimaga bular kasal harf deyiladi? Mazasi yo'qmi desa, mazasi bor. Kasal odam ortiqcha gapga ham ko'tara olmaydi-yu. Ish u yoqda tursin, gap ortiqcha kasal odamga. Xuddi shunday, shunga shu qiyosan, shunday o'xshatish bilan o'xshatsak bo'ladi. Bu harflar ham ortiqcha harakatlarni ko'tara olmaydi. Masalan, ya boring yana fathani ko'tarishi mumkin. Fathani ya bo'lishi mumkin ba'zi o'rinlarda, nasb o'rinlarida. Lekin kasra kelib qolsa yoki domma kelib qolsa ko'tara olmay qoladi. Ko'tara olmaganda nima qiladi? O'zgartirib yuboramiz yoki tushirib yuboramiz. Qisqasi, nimadir hosil bo'ladi, bu bilan bog'liq. Demak, kasal harflar shu uchalasi, ya'ni mad harflari kasal harflar ekan. Va nega kasalligi? Harflarni odatda ko'tara olmaydi, ya'ni og'ri keladi talaffuzga. Shundaga endi ajvaf nima ekan desa, ajvaf o'rtadagisi, ya'ni fa'alani o'rtadagisi, ayn o'rnidagi harfimiz, ayn o'rnidagi harfimiz mana shu uchala harfdan bittasi bo'lsa, bu ajvaf bo'ladi. Ular qaysilar desa, qala, nama, stara, ba'a. Qala fe'lini o'rtasini qarang. Qalani o'rtasi alif, kasal harf. Namani o'rtasi alif, kasal harf. Sarani o'rtasi alif, kasal harf. Ba'ani o'rtasi alif, kasal harf. Masalan, kasal harf faqat boshida keladimi fe'lni yoki oxirida keladimi yoki faqat o'rtasida keladimi deyilsa, kasal harflar fe'lni boshida ham kelishi mumkin. Masalan, wahaba, wada'a, vav bilan boshlangan har qanday fe'llar kasal harfli fe'l bo'ladi va u birinchisi kasal harfli fe'lga misol bo'ladi. Endi oxirida keladigan ham bormi desa, bor. Masalan, duo qilmoq degan fe'l bor, da'a oxiri kasal. Yoki yig'lamoq, baka oxiri kasal harf. Demak, u oxiri kasal harfli fe'l. Ularni boshqacha nomlanadi. Unga ham alohida bir darslar qilamiz. Xo'p, endi o'rtada kelib qolsa agar kasal harflar, ular endi ajvof deb nomlanar ekan. Ajvofni tushundingiz? Agar siz nahvda yoki sarfda har qanday mana shu arab tili bilan bog'liq bo'lgan ilmlarda mustalah ya'ni atamani, terminni yaxshi tushunsangiz, qoidaga deyarli tushunib qolasiz. Qoidaga ancha muncha tushunib qolasiz. Demak, nimaga ajvof deyilgan desa, o'rtasi kasal ekan, ichi bo'sh ekan. Ha, bo'ldi. Bittada xayolingizga keladi, ha, qolami deysiz. Namami, sarami, ba'ami, bo'ldi, bittada bilasiz. Ya'ni qidirib o'tirmaysizda, o'shaning uchun terminni alohida shunchaki yodlamasdan uni anglab, fahmlab olish kerak. Xo'p, endi bu fe'llar hammasida, demak, xulosa qiladigan bo'lsak, hamma ajvof fe'llar, ya'ni o'rtasi kasal bo'lgan fe'llarda doim o'rtasida alif kelar ekanda desa,
unaqa emas. Unaqa emas. Aslida qola fe'li aslida qo va la aslida. Nama fe'li aslida na wi ma. Sara fe'li aslida sayara. Ba'a fe'li aslida baya'a. Lekin hali aytdimku, kasal harflar agar harakatlar bilan kelib qolsa, maxsus qoidalar bilan har xil o'zgartirishlarga yoki tushirib yuborishlarga uchraydi. Xuddi shunday, mana qarang, qovala, navima, sayara, mana bu sariq deb belgilab qo'yganlarim aslida bularning asl ko'rinishi. Lekin arab tilida shunaqangi qoida bor. Agar deydi vov harfi yoki ya harfi harakatli bo'lsa deganimiz fatha bilanmi, kasra bilanmi, damma bilanmi, sukun bo'lmasa bo'ldi. Harakatli bo'lib, ulardan oldingi harf, masalan, mana bu qavaladagi vov harakatli, to'g'rimi? Fatha bilan va bo'lib turibdi. Navimadagi vov kasra bilan vi bo'lib turibdi. Sayyoradagi ya fatha bilan ya bo'lib turibdi. Bay'ada ham ya bo'lib turibdi. Endi undan oldingi harf deyilyapti. Qavaladagi qoni aytmoqchi. Fatha. Navimadagi na aytilyapti. Fatha. Sayyoradagi sa aytilyapti. Fatha. Bay'adagi ba aytilyapti. Bu ham fatha. Xuddi shu qoida. Agar undan oldingi harf fathali bo'lsa, u holda bu ikki harf, ya'ni mana bu vov bilan ya harflari alifga o'zgartiriladi degan qoida bor. Xuddi shu qoidaga ko'ra mana bu qovala fe'li mana bu holatga qaytgan. Qola bo'lib qolgan. Aslida qovala edi va bu qolaga o'zgartirilgan. Nimaga o'zgartirildi? Nega alif bo'lib qoldi desa, aslida vov edi, harakatli edi va undan oldin fatha bor edi. O'shaning uchun qolaga o'zgartirib yuborildi. Navimada ham vov kasrali edi, harakatli edi, ya'ni undan oldingisi endi fathali bo'lganligi uchun bu ham alifga o'zgartirilib nama bo'lib qoldi. Sayyoradagi ya ham harakatli, undan oldingisi fathali bo'lganligi uchun saroga o'zgartirildi. Bay'adagi ya harfi ham harakatli, undan oldingisi fath bo'lganligi uchun bu ham ba'ga o'zgartirildi. Tushunarli-a? Demak, bu qoida ekan. Siz odatda o'qiyotganingizda, gaplashayotganingizda umuman shu fe'lni tasrifiga, ya'ni tiklashga ehtiyojingiz bo'lib qolsa, bu qoidalarni eslab o'tirmaysiz. Umuman bu narsani eslab o'tirmaysiz. Sizga mohiyatini tushuntirib qo'yish maqsadida aytyapman. Nimaga bunaqa bo'lib qolgan degan savolingizga bir to'liq javob berish maqsadida ichigacha kiryapmiz. Tushunarli-a? Mana demak, qarang, qovaladagi vov harakatli, undan oldingi qof fathali bo'lganligi uchun vovva alifga o'zgartirdikda natijada qola bo'lib qoldi. Navima nama, sayara sara, bay'a ba'a. Bildik-a? Demak, bu o'rtasi alif bo'lgan ajvof fe'llarning asli alif emas ekan. Aslida vov ekan yoki ya ekan. Buni bildik, haqiqatini bilib oldik. Xo'p, endi o'zi bu mavzu rosa oson. Oson. Bilganga oson deyishingiz mumkin. Yaxshilab quloq berib tursangiz, sizga ham oson bo'ladi. Hozir biroz qiyinga o'xshashi mumkin, biroz. Lekin o'sha gap. Imkon qadar juda oson tilda tushuntirishga harakat qilaman. Lekin oxirida juda oson metodini o'rgatib qo'yaman, arablarning usulini. Demak, o'zi oson, biroz qiyinlashishi mumkin. Haligi yashamayli ekanda devorishi yo'q. Oxirida juda oson metodini o'rgatib qo'yaman. Xo'p, demak, endi qola fe'lini tushunishga kiramiz. Eslatib o'taman, biz ajvof fe'llarni faqatgina mozisini, ma'lumini o'rganyapmiz. Ya'ni o'tgan zamon aniq nisbatini. Hozirgi zamon yoki majhul nisbat emas, o'tgan zamon aniq nisbat haqida gaplashyapmiz. Demak, qolani asli nima edi? Asli qovala edi.
Tamam. Qavala edi. Go'yoki qaysi fe'lga o'xshatsak bo'ladi? Zahabaga o'xshatsak bo'ladimi? Ha, zahaba. Xaraja, daxala, kataba, har qanday faala vaznidagi fe'lga o'xshatsangiz bo'lar ekan. Qavala. Tamam. Endi buni biz o'tgan zamonda tushlamoqchimiz. Aytaylik, men o'zi qala degani aytmoq degani, aytmoq, demoq. Men dedim demoqchisizda. Zahabani qanaqa aytardingiz? Zahabba tu. To'g'rimi? Mana bu tu domir muttasil o'zidan oldin sukun bo'lishini so'raydi. Va shu sababli zahabba tu deb aytganimizdek, qavalani ham qavaltu deb aytamiz. Tamam. Qavaltu dedik. Bu mana bu jarayonlar to oxirigacha bo'lgan jarayonlar hammasi nima deydi? Kallamizda, fikrimizda sodir bo'lyapti. Tushunarli-a? Va bu hozir tushunib olishimiz uchun bo'lyapti. Hali aytganimdek, zotan siz bu narsani ishlatayotganingizda bu narsalar uni o'ylab o'tirmaysiz. Avtomatik ravishda bunga o'rganib ketasiz. Lekin siz mohiyatini tushunib olishingiz va kimgadir tushuntirmoqchi bo'lganingizda shunaqa tushuntirishingiz mumkin deb aytyapman. Demak, qavala endi aytdim bo'lsa qavaltu bo'lar ekan aslida. Endi haligi qoidamizga qaytamiz. Vov harakatli bo'lib qoldimi? Mana bu yerda vov harakatli bo'lib qoldi. Undan oldingisi qa fathali bo'lyapti. Haligi qoidaga ko'ra vovni alifga o'zgartirib yubordik. Qaltu bo'lib qoldi. Qaltu. Endi arab tilida yana bitta qoidacha bor. Va u mashhur qoida. Hamma joyda uchraydi. Qaysi qoida desa, la yaltaqi sakinan. La yaltaqi as-sakinan. Ikkita sukun uchrashmaydi. Ikkita sukun uchrashmaydi. Bu degani agar uchrashib qolsa, bittasini harakatlantirib yuboring. Ikkitasi uchrashmaydi. Bu noto'g'ri bo'lib qoladi degani. Shu sababdan siz min degan harfi jardan keyin alif lomli so'z oladigan bo'lsangiz, masalan, uydan demoqchisiz. Min al-bayti. Min al-baytida nun sukunli bo'lgan, al-baytidagi lam sukunli. Mana bu vaslali hamza o'qilmaydi. Demak, min nun sukuni va lam sukuni uchrashib qoldi. Nima qilamiz shu yerda? Minal bayti qilib fatha qilib ochib olamiz. Nimaga ochamiz o'shani desa, la yaltaqi sakinan, ikkita sukun uchrashmaydi. Uchrashib qoldi, demak birinchisini, doim birinchisi anaqa qiladi, qurbon bo'ladi. Birinchisini ochiq harakatga aylantirib olamiz. Mi bo'lsa mina qilib olamiz, ma bo'lsa mani qilib olamiz. U bo'lsa odatda domma qilib yuboriladi. Tushunarli? Masalan, man, undan keyin ar-rajul degan so'z bor. Man ar-rajul. To'xtab qolish mumkin bu yerda. Man ar-rajul. Man ar-rajul. Shu sababdan ikkita sukun nutqqa, talaffuzga noqulaylik keltirmaslik uchun mandagi nunni sukunini ochiq harakatga aylantirib mani qilib yuboramiz. Manir rajul. Manir rajul. Demak, bu yerda ham sukun uchrashib qolganligi uchun birinchisi harakatini o'zgartirib yubordik. Ovoz bormi? Gulshana? Ha, ustoz, bor ovoz. Bo'ldi. Kimdadir ovoz yo'q bo'lsa, sizni internetingizdan bo'lishi mumkin. Bizda yaxshi ekan. Xo'p, demak, mana bu qaltu. Nega men hozir bu qoidaga kirib ketdim? Sababi har qanday mad harfining ustida sukun bor. Demak, qaltudagi alif ustida sukun bor, yozilmasa-da. Demak, alifning sukuni va lamning sukuni uchrashib qoldi. Endi birinchi sukunni ochiq harakatga aylantirishimiz kerak agar u kasal harf bo'lmasa. Agar kasal harf bo'lsa, kasal harfi o'zini o'chirib yuborib qolamiz. Demak, nima qilar ekanmiz? Alif ustida sukun bor ekan, yozilmasa-da va u kasal harf ekan. Kasal harf bo'lganligi uchun biz uni o'chirib yubordikda, nima bo'lib qoldi? Qaltu bo'lib qoldi. Qaltu. Va endi bu yerda aslida vov harfi bor edi degan maqsadda vovga moyil bo'lgan harakat dommani beramizda qofga. Qofdan fathani olib tashlab va natijada qultu bo'lib qoldi. Demak, qalaning o'tgan zamon formasi lil mutakallimin mufrad, birlik
mutakallimga, ya'ni birinchi shaxs birlikka qultu bo'lar ekan. Qultu, ya'ni men aytdim, men dedim. Tushundingiz? Demak, qolani mozisi nima bo'ladi desa, qultu deysiz. Bo'ldi, sizga keragi eng oxiridagisi. Lekin shu qanday vujudga kelganligi mana bu usul bo'yicha, mana bu tartib bo'yicha yasaladi. Qavala, qavaltu, qaltu, qaltu, qultu o'zgarib ketdi. Qanaqa o'zgarib ketganligini ko'rdingiz. Endi qola fe'lini hamma shaxslarda ko'rib chiqamiz. Qultu, menda qultu. Ovoz yo'q deb ko'pchilik yozyapti. Ovozingiz yaxshi kelyapti, ustoz, bilmasam. Ovozim yaxshi ekan. Xo'p. Qultu. Qultu, men dedim. Qulta, sen deding. Qulti, muannasga nisbatan sen deding. Qala, u dedi. Endi qolada nimaga o'zgarmadi desa, chunki mana bu tepadagi ana, anta, antilarning olmoshi domir muttasila, mana bu tu, ta, tilar o'zidan oldingisini sukun bo'lishini so'raydi. Sukun bo'lganligi uchun haligi jarayonga ko'ra o'rtadagi alif tushib qoldi. Qolada hech narsa so'ralmaydi, ya'ni sukun bo'lishini talabi yo'q. Shu sababdan qolaligicha turaveradi. Go'yoki qavala qolaga o'zgarib ketganda. Xo'p, endi qolat, bu yerda ham mana ta qo'shildi-ku. Nimaga o'zgartirmadik? Masalan, nega alif turibdi deyilsa, bu yerda ham lamni sukun bo'lishi talabi yo'q. Lam ochiq harakatli fatha bilan turibdi. Shu sababli qola hech qanday talaffuzda muanilik yo'q. Shunga ko'ra qolat o'z holida qoldi. Antuma qultuma, siz ikkingiz aytdingiz. U ikkalasi aytdi. Huma muzakkarga qola, qola. Bu yerda ham lam ochiq harakatli bo'lganligi uchun, ya'ni alif bu yerda tushib qolmadi, sukun bo'lmaganligi uchun lamda. Humani muannasi uchun qolata, u ikkalasi aytdi. Qolata, bu yerda ham lam harakati ochiq bo'lganligi uchun qofdan keyingi alif o'z joyida turibdi. Biz aytdik. Qulna, qulna. Na ham o'zidan oldingisini sukun bo'lishni talab qiladi. Shu sababdan o'zgardi. Antum, siz aytdingiz. Qultum, antunna, qultunna. Hum, ular aytdilar. Qalu, bu yerda ham lam harfini harakati ochiq dombali bo'lganligi uchun alif turibdi. Qoladan keyin, qofdan keyingi alif turibdi. Qulna, bu yerda ham nunun nisva, muannaslik nuni o'zidan oldin sukunni talab qilganligi uchun bu yerda ham o'zgarish bo'ldi. Tushunarligi? Demak, qola fe'lining o'tgan zamon formasi mana shu holatda yasaladi. Xo'p, ana endi bunga o'xshagan yana qanaqa fe'llar bor va aytish, sizda shunaqa savol bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Misol uchun, men buni qavala ekanligini, ya'ni boshida aytdik, sara fe'li sayara, ba'a fe'li baya'a, qolaniki qavala. Ya'ni men qolaning qavala ekanligini qayerdan bilaman desa, muzorisiga qaraysiz. Muzorisiga qaraysiz. Agar muzorisi qala yaquluga o'xshab yaf'ulu vaznida turgan bo'lsa, demak bu o'sha qavala vazniga ko'ra o'tgan zamonda tushlanadi. Muzorisini bilmasam-chi deyilsa, muzorisini lug'atlardan topasiz. Muzori, fe'lning muzori formasi doim lug'atda beriladi. Chunki bu yodlanadigan narsa. Bu qandaydir bir qoidaga ko'ra yasaladigan narsa emas. Shu sababdan lug'atlarda doim mozini oldiga muzorini va muzorini oldiga mastarni yozib qo'yadi odatda. Chunki mastar ham yodlanadigan narsa. Ayniqsa sulosiy mujarradlarda. Masalan, mazidlarda, ya'ni harf qo'shilganlarda muzorisini ham mastarni ham yasasangiz bo'ladi. Lekin mana bunaqangi 3 ta harfli fe'llarda muzorisini o'rta harakati dommami, fathami, kasrami uni bilish uchun lug'atga qaraladi. Lug'atga qaraganingizda qala yaqulu ha bo'ldi. Demak bu qavala ekan. Masalan, zara. Zara lug'atda ochib qarasangiz, zara yazuru chiqadi. Ha, demak bu qolaga o'xshagan fe'l ekan.
Bu ham demak zurtu bo'lib ketar ekanda deysiz. Lama yalumu. Ha, bu ham qolaga o'xshagan fe'l ekan. Lumtu bo'lib ketar ekan deysiz. Xona yaxunu. Ha, yaxunu. Ha, demak bu ham xavana fe'l ekanda xuntu bo'lib ketar. Zaqa yazuqu. Ha, bu ham zavaqa fe'l ekan. Zuqtu bo'lib ketar ekan deb tushunib olasiz. Demak, zara ziyorat qildi, lama malomat qildi, xona xiyonat qildi, zaqa tatib ko'rdi degani. Tushunarli? Qolani demak o'rgandik. Ana endi ba'a fe'liga o'tamiz. Ba'a fe'li. Ba'a buni asli qanaqa edi? Asli baya'a edi. Asli baya'a. Haligi holatga ko'ra ba'a sotmoq degani. Endi men sotdim demoqchi bo'lsangiz, bay'atu deb aytasiz. Bay'atu. Bay'atu. Xo'p, endi haligi qoidamizga qaytamiz. Ya harakatli, undan oldingi ba harfi fathali. Demak, yana alifga o'zgartiramizda mana bu holatga keladi. Ba'tu. Ba'tu. Va haligi aytgan gapimiz yana bu yerda ham amalga oshadi. Ya'ni alifda sukun bor, har qanday madda ustida sukun bor va aynda ham sukun bor. Ikkita sukun uchrashib qoldi. Birinchi sukunni harakatini o'zgartiraman desam, harf o'zi kasal ekan, demak harfni o'zini tushirib yuboraman-da va ba'tu deb yozaman. Ba'tu. Lekin bu yerda aslida o'zak harfda ya bor edi va ana o'sha yani borligini bildirib qo'yish maqsadida yaga moyil bo'lgan kasrani baga beraman fathasini o'rniga. Natijada bi'atu bo'ladi. Bi'atu. Tushunarli-a? Demak, ba'a bi'tugacha keldi. Mana bu o'rtadagi 4 ta holat bor-ku, baya'a, bay'atu, ba'tu, ba'tu. Mana bu holatlarni sarf kitoblarida ko'rishingiz mumkin. Lekin hech qachon bir gap tuzayotganingizda yoki arab bilan gaplashayotganingizda yoki umuman tinglayotganingizda bu narsaga fikringiz chalg'imaydi. Men shunchaki mohiyatini sizga tushuntirish uchun ichlarigacha ko'rsatib beryapman. Chunki bu mavzuda o'zim endi arab tili boshlayotgan paytimda shu ayniqsa shu kasal harfli fe'llarda menda savol bo'lardi. Nimaga bu qayerdan i kelib qoldi? Qayerdan qultu domma kelib qoldi? Qani buni kasal harfi? Nimaga tushirib yubordi degan savollar bo'lardi va tabiiyki sizda ham shunaqa savollar bo'lgan. Va mana bu holatga ko'ra demak kasra bo'lib qoldi. Haligi holatga ko'ra domma bo'lib qoldi. Mana bu holatga ko'ra tushib qoldi degan narsa bo'lyapti. Xo'p. Demak, endi buni tushunib chiqamiz. Gulshana, ovozim bormi? Ha, ustoz, ovozingiz yaxshi bo'lsa. Yaxshi. Ovozim yaxshi ekan. Xo'p, ba'a xuddi haligi qultuga o'xshab ketadi bu ham. Faqat endi harakati kasra bo'ldi, domma emas. Bir xil. Bi'tu bo'ldi. Faqat qultuda qultu edi, bunda bi'tu. Bi'tu, anta, bi'ta, anti, bi'ti, huwa, ba'a. Ya'ni ayn ochiq harakatli bo'lganligi uchun alif turibdi. Hiya ba'at. Bu yerda ham ayn ochiq harakatli bo'lganligi uchun alif turibdi. Antuma bi'tuma. Huma muzakkar ba'a. Huma muannas ba'at. Mana shu o'zgartirib qo'yganmiz. Qani edi? Mana shu ikkili qilib qo'ymoqmiz. Ba'ata. Hozir ba'a. Ha, bo'ldi. Degan joyimizni olamiz. Xo'p, mana. Ba'a, ba'ata. Nahnu bi'na. Biz sotdik. Antum bi'tum. Antunna bi'tunna. Hum ba'u. Hunna bi'na. Endi bunga o'xshagan qanaqa yana fe'llar bor desa, ko'p. Endi mana bu 4 ta fe'lni olib keldik. Endi buni qayerdan bilaman o'rtasiga ekanligini desangiz,
bunga qaraysiz, muzorisida ba'a yabi'u degan bo'ladi. Qolada qola yaqulu edi, bunda ba'a yabi'u. Ha, demak buni o'rtasiga ekan deysizda, kasra qilib ketaverasiz mozisida. Soda. Soda yasidu. Soda ovlamoq degani. Yasidu masalan men kecha quyon ovladim demoqchisiz, ha? Sittu arnaban amsi. Kecha quyon ovladim. Sidtu. Sudtu emas. Hop, sara yasiru. Sayr qilmoq, yurmoq degani. Jaa yaji'u. Ha, demak ji'tu bo'lar ekan. Keldim demoqchi bo'lsangiz. Bata yabitu. Tunamoq. Ha, demak kecha tunab qoldim bo'lsa bittu bo'lar ekan. Bittu. Mana shu bata degan mana bu oxirgisi t bo'lganligi uchun men tunadim bo'lsa, mana bu tepadagi bi'tu o'rnidagi aynni o'rnida ham t bo'ladi. Shu yerda nima qilamiz desa, ikkita tani birlashtirib olib bittu qo'yamiz. Bu yerda endi imloviy qoidalar bor. Bittu. Demak, ba'ani ko'rib chiqdik, qolani ko'rib chiqdik. Endi qaysi qoldi? Uchinchi xili bor. Nama. Nama. Tarjimasi uxlamoq degani. Uxlamoq. Buni asli qanaqa edi? Buni asli nawima. Nawima. Xo'p. Endi agar uxladim demoqchi bo'lsak, odatda, ya'ni asli holatiga olmosh qo'shadigan bo'lsak, nawimtu bo'ladi. Nawimtu. Shu o'rinda haligi qoidalarga ko'ra emas, aynan shu ko'rinishda boshqacha qoida ketadi. Ya'ni vovning harakati kasra va kasra vovga og'ir keladi. Kasra vovga og'ir kelganligi uchun uni harakatini nunga beramiz. Faqatgina nama holat, nama va unga o'xshagan fe'llarda shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'rtasi kasrali bo'lsa, nawimtudagi wina kasrasini nunga beramiz. Natijada nima bo'ladi? Niumtu bo'lib qoldi. Niumtu. Va endi vov harfidan oldin kasra kelsa, odatda buni yaga o'zgartirib olamiz. Nimtu. Nimtu. Vovdan oldin kasra keldi, sukunli vovdan oldin yaga o'zgartirdik va natijada nimtu bo'lib qoldi. Va bilamizki, yada sukun bor, mimda sukun bor. Yani sukunini o'zgartiraman desam, yani o'zi kasal ekan. Kasal harfi o'zidan voz kechib qo'ya qolamizda, natijada mimtu qoladi. Tamam? Mimtu. Demak, nama, nawima. Asli nawima bo'lgan fe'llarning mozisi ham kasra bilan bo'lar ekan, nimtu bo'lar ekan. Namtu bo'lmas ekan. Namtu emas. Nimtu bo'lar ekan. Go'yoki bi'tuga o'xshab ketadi. Faqat ularning o'rta o'zagida farqi bor. Bi'tuga o'xshagan fe'llar aslida baya'a edi. Nimtuga o'xshagan fe'llar aslida nawimaga o'xshagan formada edi. Endi buni qayerdan bilib olaman? Bunaqaligini, masalan, ko'rinishda qolaga ham o'xshab ketadi, bahaga ham o'xshab ketadi deyilsa, buni muzorisida birinchi fe'lini tushunib beraydi. Qarang, ana nimtu. Men uxladim. Ana nimtu. Anta nimta. Anti nimti. Huwa nama. Hiya namat. Antuma nimtuma. Huma muzakkar. Nama. Huma muannas. Na. Mana shuni o'zgartiribman-da. Ammo mana shu joyini o'zgartiribman. Hali aytganimdek, bular bir xil ketadi, faqat shu ba'zi joylarda, ya'ni harakatlar o'zgaradi xolos. Shu sababli qolani formasini aynan olganligim uchun shu joylarni o'zgartirmasdan ketibman. Xo'p, demak qolada ham shunaqa qolganmidi, bir ko'rib qo'yamiz. Xo'p, demak nama muzakkarga u ikkisi uxladi, namata muannasga u ikkisi uxladi. Biz uxladik. Nimna. Antum nimtum. Antunna nimtunna. Hum
namu hunna nimma. Endi buni qayerdan bilaman? Xo'p, mayli. Qolani yaqulu ekanligidan bilib oldim. Ba'ani yabi'u ekanligidan bilib oldim. Namani-chi desa, namani yanamu ekanligidan bilib olasiz. Demak, qaysi fe'l ajvaf bo'lgan, qaysi fe'lning muzorisi alif bilan turgan bo'lsa, yanamu bilan turgan bo'lsa, demak bu mozida kasra bilan ushlanar ekan. Xo'p, xofa masalan. Xofa muzorisi yaxofu bo'ladi. Demak, buni ham mozida qo'rqdim. Xofa qo'rqmoq deganidir. Qo'rqdim bo'lsa xiftu bo'ladi. Xiftu. Nala yanalu qo'lga kiritmoq degani. Niltu niltu. Zala yazalu ziltu ziltu, ya'ni hali ham ma'nosi bor. Sha'a yasha'u shi'tu shi'tu. Demak, mana bu fe'llar nama yanamuni vazni kabi tushlanar ekan. Endi eng oson, haligi aytgandim, biroz qiyinga o'xshab tuyulgan bo'lishi mumkin shu joygacha, lekin menimcha e'tibor berib o'tirgan bo'lsangiz, u qadar qiyin narsa emas. Ya'ni aytganim, haligi gapga yana qaytaman, siz o'rtadagi o'zgartirishlarga, alifga aylantirib olishlarga, sukunga aylantirib olishlarga, tushirib olishlarga umuman ehtiyojingiz bo'lmaydi. Siz xohlaysizmi yo'qmi, qolani qultu deb ishlatasiz. Oradagi narsalarga to siz uni dars qilib o'tmagunizgacha yoki haqiqatda uni mohiyatiga tushunishga harakat qilmasangiz, hech murojaat qilmaysiz. Men sizga shu narsani tushuntirib berishni maqsad qildim va siz eng oson yo'lidan yurasiz odatda. Bu eng oson yo'li qaysi yo'l desa, odatda arablar shunaqa tushuntiradi. Men nechta arablarda o'qigan bo'lsam, mana bunaqangi nima deydi, detalni hammasini ichigacha tushuntirib bermagan. Ya'ni ularga bu narsa oddiy holat va odatda bu arab bo'lmagan insonlar arab tilini, nahvni, sarfni o'rgansa, shunaqa nima deydi, ikkiri-chikirigacha o'rganib, ha bunaqa holatga kelgan ekan deb buni ilm sifatida o'rganamiz. Arablar qanaqa tushuntiradi desa, aytadi arablar. Mana shu eng oson yo'li, shunga quloq solib turasiz. Buni zotan yuqorida aytdik, yana bir takrorlayman. Qala yaqulu bo'lgan fe'llarda deydi. Qala yaqulu bo'lgan fe'llarni mozida qultu qilib ayting deydi. Ba'a yabi'u bo'lgan fe'llarni deydi. Bi'tu qilib ayting deydi. Sha'a yasha'u bo'lgan fe'llarni ham shi'tu qilib ayting deydi. Yana ham osonrog'i muzorisiga qarang. Muzorisida mana bu qala birinchi fa o'rnidagi harf bor-ku, qof. O'shani harakatiga qarang. Domma bo'lsa, bunga ham domma bering. Qultu deb ayting. Qultu. Agar mana shu birinchi harfi kasra bo'lsa yoki fatha bo'lsa, siz bunga ham, ya'ni mozi deb so'zlayotganingizda kasra bering, fatha bermang. Haligi qoida bor-ku, ya'ni sizni esingizda qolishi uchun shunga bog'layapman, lekin unga zarracha bog'liqligi yo'q. Esingizda qolishi uchun aytyapman. Masalan, 3 ta harfli fe'llardan buyruq yasalganda aytamiz, u o'rtadagi harakatga qaraymiz. O'rtadagi harakat domma bo'lsa, domma beramiz. Masalan, kataba yaktubu to'p qilamiz. Xo'p, masalan, jalasa yajlisu bo'lsa, ijlis qilamiz. yoki fataha yaftahu bo'lsa ham iftah qilamiz deb aytamizki, xuddi shunga o'xshatib yodlab olsangiz bo'ladi. Demak, qala yaqulu qu bo'lsa, biz ham qultu qilamiz. Ba'a yabi'u yoki sha'a yasha'u bo'lsa ham ikkalasida ham kasra beramiz. Bu eng oson usuli. Va haligi shaxslarda qanaqa yasalishini bitta mashq qilib olsangiz, inshaalloh esingizdan chiqmaydi. Demak, ajvob fe'l. Men odatda sizlarga qaysi mavzuda dars o'taylik deb berganimda, yani o'quvchilar kabi fikrlashga harakat qilaman, shu mavzularda bular qiynaladi degan ehtimolni ilgari surib mavzularni tanlashingizga beryapman. Va bu mavzuda men aniq bilaman, ko'pchilik qanaqa qilib bunaqa yasashni yoki ko'rkorona biladi, yoki zo'r tushunib olmagan, yoki
bemalol ishlatsa-da, bunaqangi mohiyatini bilmagan bo'lishi ehtimoli katta. Xo'p, endi mana hozir tushunib oldingiz. Xudo xohlasa bundan keyin adashmaysiz. Xo'p, endi bitta-ikkita savollar sizlarni naqadar tushunganinglarni tekshirish maqsadida. Tamom? Hop, bitta hozir men post yozaman. Javoblar deb post yozib qo'yaman-da. O'sha javoblarni kommentariyasiga yozasiz. Qarang, xofa yaxofuni ana. Xofa qo'rqmoq degani. Men qo'rqdim deb yozib beringlarchi. Agar mabodo sizda arabcha shrift bo'lmasa, o'zbekchada yozing. Ya'ni menga o'rta harakat kerak. Xuftumi bu yoki xiftumi yoki xufnama yoki xifnama yoki masalan xiftummi balki, javoblarni kutaman. Javob yozishinglar shart. Javob yozishinglar darslarni davomiyligini ta'minlaydi. Yozmasanglar, demak bular tushunmabdi deyman. Yana shu mavzuni qaytib o'tib beraman. O'shaning uchun yozinglar. Yoki hop, yapman. Javoblar kelyapti. Hozircha mashaalloh hali xato kelmadi. Yapman lekin 20 talardan ko'p javob kelsa, keyingi savolga o'taman, xo'pmi? Hop. 15 ta bo'ldi hozircha. Boshqa narsalarda biroz faol bo'linglar. Masalan, anaqa yozyapmizmi, post yozyapmizmi? Kommentariy yozishinglarni so'rasak, yozinglar. Biz zotan hamma narsani har safar niyatlarimizni to'g'rilab yozamizda. Ya'ni nima deydi? Hammasi xolis. Xolis bo'lmasa o'zimizni charchatib, masalan, qancha darsimiz, ishimiz bordi. Dars o'tyapmiz, hammasi xolis. Faqat sizni kommentariyingiz yoki sizni nima deydi? Munosabatingiz, reaksiyangiz sizni naqadar bu mavzuni tushunganligingiz bizga ma'lumot beradi yoki shu narsa sizga kerakmi yo'qmi shundan bilib olamiz. Masalan, ba'zi muhim narsa reaksiyasiz qolib ketsa, demak buni bilishar ekan deymizda, biz unga e'tibor bermaymiz. Vaholanki u sizga dolzarb bo'lishi mumkin. Hop, 29 ta mashaalloh, bitta xatosini topaylik. Hop. Ba'zilar harakatsiz yozibdi, o'zingiz qo'yib olasiz deyishganda. Hop, mashaalloh, xiftu bo'lsa kerak. Hop, bunda xiftu bo'ladi. Xiftu. Chunki xofa, yaxofu bo'lsa, yanamuga o'xshaydi. Yaxof o'zi aytib turibdi. Yaxofumi? Bo'ldi, o'rtasi dommali emas-ku. Ya'ni o'rtasi vovlik emas-ku. Demak, mozida kasra bo'ladi. Xiftu. Tamam, keyingi savol. Kada yakaduna nahnuda tushunib beringlar. Kada yakadu nahnuda tushunib beringlar. Hop. Instagramdan ham ochib qo'ygandik, mashallah yozishyapti bu yoqdan ham. Ana xiftu deb yozishibdi, mashallah. Instagram ahli, biz Telegramga o'tib olsanglar, juda bu yoqda yozish bemalol va kundalik savol-javoblar Telegramda beriladi. Instagramda bermaymiz. Telegramda har kuni shu mavzu, mana bir hafta davomida endi shu mavzuni mustahkamlaymiz. Ertaga bir oson, nima deydi, bir hadiya bo'lgan savollardan beramiz. Keyin sekin-sekin qiyinlashtirib bir juma kunga borganda bu darsga men tushunmabman deydigan darajada qiyinroq savollar beramiz, lekin tushuntiramiz inshaalloh. Mabodo agar javoblar noto'g'riligi ko'payib ketib qolsa. Hop, javoblar kelishni boshladi. Demak, hop, hozircha to'g'ri ketyapti. Mashaalloh, yaxshi. Mashaalloh, zo'r. Bitta ham xato topmadim. Demak, kada yakadu, demak bu ham haligi yanamuni formasidagi fe'l. Nahnuda demak o'rta boshidagi harakatni biz kasra qilar ekanmizda, kidna bo'lib ketadi. Kidna zo'r. Qo'yilma, mashaalloh.
Toba yatoyibu. Ne antum deb tushunib bering. Toba yatoyibu. Toba degani yaxshi bo'lmoq, yaxshi bo'lish degani. Masalan, tobat laylatukum degan ibora bor arablarda. Tuningiz osuda bo'lsin, tuningiz yaxshi o'tsin degan ma'noda. Ma toba lakum deb keladi. Sizlarga yaxshi bo'lgani. Toba yaxshi bo'ldi. Odatda tilaklarda, duolarda ishlatiladi. Xo'p, javoblar kutyapman. Tobani antumda. Tobani antumda. Yozamiz. Arabcha shrifti bo'lmaganlar bemalol o'zbekcha yozsa ham bo'laveradi. Tushunganinglarni bilishimiz kerak. Bu mavzuni keyingi safar o'tmaslik ehtimoli ortyapti. Demak, ko'pchilik tushungan. Toba yatoyibu. Yatoyi. Toyi bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Demak, kasra bilan beramiz. Antumda. Antumda. Yozayotganlar to'xtab qolmasin, kutay. Hurmatsizlik bo'lmasin. Bildingiz-a? Nima bo'ldi? Tibtum. 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 Yaxshi. Yana savol bormikan? Bor ekan. Tofa yatufu. Antuma da qanaqa bo'ladi? Tibtum. Hamma to'g'ri yozdi, mashaalloh. Qoyilman. Yo hamma biladi, yo juda yaxshi tushuntirib qo'ydim shekilli. Hada min fadli robbi. Tofani javoblari kelyapti. Tofa degani tavof qilmoq degani. Tavof qilmoq, ya'ni yatufu al-hujjaju bil-Ka'ba. Hojilar Ka'bani tavof qilishadi. Tofa aylanish, tavof qilish ma'nosida. Xo'p, javoblarni kutyapmiz. Qani endi? Ha, mana boshlabdi. Xo'p, bitta xato ko'rdim. Deyishimga to'g'rilab qo'ydilar. Yo'q, Binti Ravshanda xato ko'rdim. Binti Ravshanda xato ko'rdim. Xo'p. Ayubxon. Huma emas, antuma. Huma bo'lsa tofa bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Antumada qanaqa bo'ladi? Ayubxon, yatufani muzori berib qo'yibsiz-ku, biz mozi haqida gaplashyapmiz. Mozi. Maryam, tiftuma yozibsiz. Demak, bu qanaqa bo'ladi? Demak, toni harakatiga qarang. Yatu, bo'ldi, tu ekan. Mozida ham tu berasiz. Nima bo'ladi? Tuf. Antumadan tumani olamizda. Tuftuma. Tuftuma. Antuma tuftuma bil Ka'ba. Hal tuftuma bil Ka'ba? Ka'bani tavof qildinglarmi ikkalanglar? Tamam. Tushunarli, demak, bu eng oxirgi savolimiz ekan. O'ylaymanki, ajvaf fe'lni yaxshi tushundinglar. Demak, ajvaf xulosa qiladigan bo'lsak, o'rtasi kasal bo'lgan fe'llarga ajvaf deyilar ekan. Hop, ajvaf fe'llar faqat 3 ta harfli fe'llarda bo'ladimi desa, yo'q. Qolganlarda ham bo'ladi. Ya'ni 5 ta harfli, 6 ta harflilarda ham bo'ladi. Buni yaxshi tushunib olsangiz, ularni ham tushunasiz yoki ularni ham inshaalloh o'z vaqti bilan sekin o'rganamiz. Hop, demak, ajvaf fe'l o'rtasi kasal bo'lgan fe'l va u odatda muzorida yaf'uluga o'xshab yatufu bo'lishi mumkin ekan yoki yaxofu bo'lib alif bo'lishi mumkin ekan yoki yasiruga o'xshab ya bo'lishi mumkin ekan.
Endi yatufuga o'xshab toni harakatda domma bo'lgan va bunga o'xshagan fe'llarni mozisini biz domma bilan olamiz. Tuftu, tufta, tufti kabi. O'rtasi alif va ya bo'lgan, ya'ni muzoriyda o'rtasi alif va ya bo'lgan fe'llarni mozisini biz kasra bilan olamiz, ya'ni yaxofu bo'lsa xiftu, yasiru bo'lsa sirtu kabi olamiz. Bu xulosamiz edi. Endi inshaalloh bundan keyin adashmaysiz agar yaxshi tushungan bo'lsangiz. Agar mabodo kimdir darsni boshidan o'tirib rostdan ham tushunmagan bo'lsa, izohlarga yozib qo'ysalar, biz yana vaqtimiz bo'lganda tushuntirib yuboramiz yoki aynan qaysi joyga tushunmaganingizni ham yozing. Aynan o'sha bo'yicha savollar beraman va savollar bilan yana mustahkamlaymiz. Va agar dars tushunarli bo'lgan bo'lsa, mana men dars bunday qilaylik, dars xulosasi deylikda, xulosasi yozdimda. Dars bo'yicha sizda qanaqa fikr bo'ldi? Aytaylik, qaysidir joyga tushunmay qolgan bo'lsangiz yozing. Men o'sha joyini inobatga olib savollar tuzaman, savol bilan mustahkamlash uchun. Agar yaxshi tushungan bo'lsangiz, uni ham yozing. Sizdan ketsa bitta yaxshi gap ketadi. Yoki umuman tushunmagan bo'lsangiz, uni ham yozing. Silsilaviy savollar tuzaman. Qisqasi, tushunmay qolgan yoki aytaylik 3 tasidan aynan mana shu tofaga o'xshaganlarga uncha biroz qiynaldim desiz, men o'shani bilsam, shunga ko'proq urg'u berib savol tuzamiz va ko'pincha odam darsda tushunmagan narsasiga savollar orqali ham tushunib oladi. Hop, demak ertadan bu bo'yicha ajvob fe'llar bo'yicha savol javoblarni boshlaymiz va hafta o'rtasida keyingi haftada bo'ladigan darslarimizni tanlashga sizlarga ixtiyor beramiz. Sizlar tanlagan eng ko'p mavzu bo'yicha inshaalloh keyingi hafta ko'rishamiz. Savollar bo'lsa ham savollarni qoldiringlar, har qanday fikrlarni kutamiz. Alloh taolo o'tgan darsimizni manfaatli qilsin, niyatlarimizni isloh qilsin, barchamizni zehnimizni ochsin, xatolarimizni kechirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Gulshana, rahmat sizga. Rahmat katta sizga ham ustoz, Alloh rozi bo'lsin.